Assalomu alaykum. Siz izlagan mebellarni xudo xolasa mana Bag'dodga, Rishtonga qo'yib ketyapmiz. Inshaalloh chiroyli mebellarni qildik. Assortimentlarni o'sha YouTube'ga chiqarganmiz. O'tgan juma chiqarilgan mebellarimizni fasollarini, yangi fasollarini obzorlarini qilib beramiz. Mana boshladik o'rnatishda. Xudo xolasa bu mebelimiz 1.45 bo'ladi, trimosi. Yonaydigan bo'ladi, sensor oynakli bo'ladi, yonaydigan. Xudo xolasa devorlarimiz 2 yonga 1.70 bo'ladi, tumbasi bo'ladi. Bu tumbasini bizga zakaz qilishdi, bitta kerak degan uchun shu qilib berdik. Shkaflarimiz obzorini qilib beramiz, shkaflarimiz o'rtasi taklanadigan bo'ladi, xudo xolasa. Splojni oyna. Bu tomoni uzun bo'yli ko'ylaklarga mos qilingan. Bu mebellarimizni xudo xolasa mana seyflargacha qilib qo'yganmiz. Seyflari ham mana eng e'tiborli joyi zavodskiy kromka bo'ladi, davchik mexanizm bo'ladi. Mana ichlaridagi hamma bitta ham qolmagan. Hamma qog'oz kromka bo'lmaydi. Bularimiz mana yelim kromka bo'ladi. Xudo xolasa kimdagi mana shunaqa mebellar kerak bo'lsa, aziz mebelga bemalol murojaat qilishlarini pastga raqamlar qoldiramiz. Narxi kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqsin. Chiroyli qilib narxlarda qilib berish xizmatimiz. Vodiy bo'ylab dastavka, uстановка viloyatdan tashqari Toshkent, Voha taraflarga kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Inshaalloh biz sizni kutamiz. Qo'ng'irog'ingizni chiroyli qilib mebel olib borishga harakat qilamiz.